narsani tushunib yetdim. Ha, ol nega ekan masala ha? Hech kimning ko'nglini tiyuga bo'lmaydi. O'tirik so'ylauga bo'lmaydi. O'rliq ishlauga bo'lmaydi. Endi o'zlarimiz bir-birimizga so'z beraylik. O'sha yildan boshlab hech qachon hech kimning ko'nglini tiymayib, dars qilsiz deymasdan afa. O'rliq ishlamay, o'tirik so'ylamay yuriga. Yaxshi. Ha, qizlarim, spektakl o'ynadimi sizlarga? Spektakl zo'r ekan, papa. Juda tarbiyali ekan. Birovning ko'nglini tiyuga bo'lmaydi ekan, papa. Durust aytasiz, qizlarim. Birovning ko'nglini tiyuga bo'lmaydi. Hech qachon birovning ko'nglini tiymang, yaxshimi? Ketdik-mi, qizlarim? Anqaya bermay jan-janga qarab yursa, tug'baganda ne bo'latini bilasan-be? Kechirasiz, Adamlarga da hayransan. Ko'zine qarab yurmaydi.